4-ci qism. Əkbər oğlum, tez o'rnidan tur. Tuqqanlar sana bir narsalarni evatgan. Biz ketgandan beri tamoqmi yemagansan. Əkbər anasining mono so'zlari bilan uyqusini ochdi. Lekin kayfiyati boshqacha edi. U tashqariga chiqdi. Degandek anasi bir muncha narsalarni yeb kelgan edi. Əkbər anasiga: Voy, mushu sizlar apashlarniz-a. Qachonla qarsa bir narsalarni yeb keladi ekansizlar. Dedi kulib turib. Voy jinim balam, billa borayli desam unimiding. Shu hammani sana evatdi. Voy, ana, hammani mayyamdan meni toza samartay debsan-da, ha? Ha, shu balam, shamol chiqsa uchirib ketmasin yana go'zal qizlarning yanida. deb kulib ketdi anasi. Voy, ana, nədəki gaplarni qilar ekansiz? Dedi Əkbər yuzlari qizargan holatda. Chaq o'g'lim. Demisimi, endi o'lik o'chaqliq bo'ladigan vaqtingmi kelib qoldi. Bilsan-ku, sening hozir hamma narsang tal. Faqat shu g'imingni yeydigan, sana bizda kuyinadigan qiz kim? Biz dadam bilan o'ylashayli degan. Lekin yanala sening rayonga boqli deyishdik. Bir yaxshi qiz bo'lsa akirsang, bizmi birisini to'ylab, berib qarzini bir ado qilib, ko'zimizning yo'riqida sening baxtingni ko'rsak bo'ladi. Əkbər üntinsiz, gap so'zsiz o'ltirib, azroq bir narsalarni yedi. Anasining so'zlariga nima deyishni bilmaydi. Anasimi yana ortiq so'zlashni xohlamadi. Əkbər tamoqlanib bo'lgandan keyin televizorni ochdi. U o'zi eng amroq bir filmni tanlab ko'rdi. Kinodagi azroq ko'rinishni ko'ribla Əkbərning boy uxlaganda ko'rgan tushi esiga kelib qoldi bo'g'ay. Televizorni shu paytda qo'yib, yanala qizning keyingi turmushini bilgisi keladi. Qiz shu oilaning besimlariga ko'naladimi? Aslida u uyda chelki qiqilayotgan qiz inisi Qaysar bilan qanday kunlarni ko'rganda? Qaysarga qaraydigan mo'misimi yo'q. Shunga aniqla Qaysarning yo'ldoshining uyiga elib ketganligini his qilib yetalaydi. Shunga tez qadam bilan yotoq uyga kirib ketdi. Əkbər uyga kiribla Xotirni qo'liga elib, cheksiz tigi yo'q xiyollar, qiziqish, hissdoshlik, hurmat, qoyillik degandek nurg'un hislarga cho'kib ketdi. Hamda Xotirni o'qishni davom qildi. Xotirdan o'zinde: Qadrlik ona, mehribon dada, hozirgacha mushundaq yashab kelishimning sababkori kuyimchan momam. Sizlarni shundaq siygandim. Sizlarning g'arazsiz holda ato qilgan mehringlarni siygandim. Bugun ig'ir azob, aytib tugatkisiz deb bir xil ma'yuslik ham xijillik ilkida sizlar bilan mushu qog'oz qalam orqali sirdoshmoqchiman. İnsan hayotidagi eng go'zal, eng g'amsiz, unutilg'usiz vaqtlar bolalik chog'lar edi-ku. Lekin men inamning bolalik xotiralariga shu baxtlarni yozdirolmadim. Uningga baxt ato qilolmadim ana. Har qatam inamning dasturxonning eng ariqasida o'ltirib, ma'yus chiroyi bilan zo'rg'a tomoq yegan holatlarni ko'rsam, ichim etishib ketadi ana. Ba'zida qaynsinglim, qiyin onamning silkishlashlari, ta'ni so'zlariga men chidayolmay pinhonlarda yosh to'kaman. Lekin bundaq so'lg'in ma'yus chiroyimni bechora enamning ko'rib qolishidan uning mendan mubak azoblanishini faqat xohlamayman. Menga mushu qiyinchiliklarni bergudek jasorat, kuch-qudrat, g'ayrat ato qilsanglar-chi. Saharda enamning tomoq ustida avaylab o'tirishlari, yig'idan qizirib ketgan ko'zlarini ko'rib, ichim bekli echishib ketdi. Tomoqdan keyin uningga tasalli, madad berishni o'ylab o'tiradi. Yo'ldoshim telefonni tomoq ustiga qo'yib, qaysi bir ishlarni qilg'ili yotoq uyga kirib ketgan edi.
hayron qolgan edim. Chunki aslida jinidan aziz ko'radigan, bir minutmi yenidan ayrimaydigan telefonni qanday qilib inimning ma'yus chiroyining kayniga yoshirilgan azoblari ham yo'lishimning bu maqsadlik ish harakatlariga qarab xayolga petib ketdim. Qayni onamning tortishidan bekmo chechib, xayollar qo'ynidan o'zimni tortdim. Hoy, kelin qizim, qanday qiliq bu amdi? Bir turmushliq bo'lgan ayol turib, mushundaq tamoq ustilda eg'ir xiyolga cho'kib o'ltirsangiz bo'lamdi. Nimalarni xiyol qilasiz-kin, hech bilmadim. Qayni onam so'zini tugatishiga, hoy kelin singlim, yengem tarafdan tani so'zlarni yog'dirib-etdi. Men bundaq tani so'zlarga ko'nib ketdim. Biroq enimning ahvoliga qarab, uni maktabga yo'lga selishni bahona qilib, enimni ham o'zimni bu o'ng'aysiz muhitda tortmoqchi bo'lib turishimga to'yiqsiz yo'ldishimning telefoni sayradi. Ko'zim telefon ekraniga tikildi. Lekin ko'zimga ishonmayla qoldi. Telefon ekranida boshqacha atalg'u kirgiziklik turadi. O'zimni shundoq tutib oldi. Lekin ko'z janoqlarimga patmagan yoshlar yebi ezilgan marjandek tekildi. Qayni onam bu yo'llarni so'zib telefon ekraniga birini qarab etib, hech ish bo'lmagandek, "Nimaga qarab turasiz? Telefonni akirib bering," dedi. Qayni onamning bu pozitsiyasiga qarab hayron qoldim. Acaba qayni onam hammani bilandigandi. Bilib turib nemishqa? Kallamda cheksiz xiyol, ko'zlarimda yosh, o'rnimda midirlamay turadi. Voy, nima qiliq bu? Mening gapimni anglamas bo'lib ketdingizmi? Texich turisiz-ku. Avu telefon sayrab ketdi. Tezroq agirib bermansiz. Muhim ish bo'lmasa, qayta urmasdi. Dedi silkishlab turib, azroq esimga kelib oldim. Yana telefonga qaradim. Yana shu ekranda kichik ayolim deb kirgiziklik turadi. Telefonni ko'targan beti agirib berdim. Yo'ldishimning azaldan o'nchilik yaqinlik kirganini ko'ribmi baxmabdi ekanman. Telefonni qo'limdan elib, ekrandagi nomerni ko'rib, tatliq birini ko'rib, telefonni ko'tarib, sirtqa chiqib ketdi. Canım ana, dada, mehribon dada, men nimanchi sho'rpeshona, mushunda kichib turibla, cho'ng xotin bo'lib qoldimmi? Men qanday qilay? Men hammali kishiga ortiqchimi? Bundoq deb tortquchi, o'libli kasamchi. Akbar ochiqda xotirni taxliq qilib atdi. Qiziq bo'lgan esidaşliq. Qizning yo'ldishi ham shu oydagi yangi qarindoshlariga bo'lgan uchmanlik ish qilib, o'zimi his qilib yetolmaydigan nurg'un kayfiyatlar Akbarni qiynaydi. Bu achchiq qismat kutilgan xotirni o'qishni xohlamasmi? Lekin qizning taqdirining xo'shal batlarining borligiga zo'r umid bog'lab, yanala xotirni qo'lga oldi. Xotirdan o'zinde mehribon ana, qadrli dada, men charchadim. Raslibek charchadim. Taraf-tarafdan kelgan bezib, silkishlashlar meni charchitibdi. Endi hammani mayliga qo'yibdi. Yo'ldishimning bir-biridan chiqargan qiliqlari meni azoblasimi? Hech ish bo'lmaganda yurishga majbur bo'ldim. Tatmasdan qiz do'stini Yo'q. Kichik xotinining suratlarini uyga akirishlari, meni ko'rsin deb qasdanga yotoq uyga ochiq oshkora qo'yishlari, telefonni paranglashishlari, ba'zi kunlari cho'nglaridan tap tortmasdan chalamas kerak. Sendek bir neyimdin? Üzemnin xutun yaxshiki? Degandek, zahardan ochiq so'zlari meni holsizlantirdi. Bichora enimning baragan siri jimg'irlashib,
Hattoki manga kun-kunlab gap qilmasliklari qanday qilishimni bilmadim. Manga bir yo'l ko'rsatinglar-chi, jinim ana. Dada. Men zodi qanday qilay? 2018-yili 6-oyning 29-kuni. Xotirdan o'zinde. Ana, dada, kechiringlar. Sizlar o'ylagandek yaxshi qiz, yaxshi kelin, yaxshi ayol bo'lmaydigan o'xshayman. Bugun cho'ng g'ayratga kelib, yo'ldoshim bilan paranglashdim. U nurg'un gaplarni dedi. Uning deyishicha, men bilan faqat nomdil to'y qilib ekan. Aslida men bilan to'y qilg'isi yo'q ekan. U yaxshi ko'rgan qiz, bir to'y qilib ajrashib ketgan qiz bo'lg'ach, cho'nglar uni elishga qo'shilmabdi. Shunga bir qatim to'y qildim degan nomni erish uchun meni vosita tanlabdi. Hayotida hech qanday qizni yaxshi ko'rolmaydi ekan. Shunlashqa men ajrashish taklifini berdim. Akbarning munobatlarni o'qib bekla achchiqi keldi. Faqat chidg'uvchilik qolmadi. Nim degan adolatsizlik, nima degan nacharlik bu? Odam emas bir nima ekan bu. Deb qizning kam qo'rsaqligiga texmi o'rmiti ochsa, yigitga qarab nafratlanadi. Ham mushundoq erkaklarning yuzini tushiradigan namatlardan yirgandi. Akbarning bu azob dard alam bilan to'shqan xotirni o'qug'isi kelmadi. Lekin qizning hayotiga bo'lgan qiziqish, hurmat, bir xil hissdoshlik Akbarni xotirga bog'lagan edi. Hamda xotirning batlarini o'radi. Men o'ldim. Qadrli ona, mehribon dada, qadrli qizim, qadriya endi yo'q. Debla yiziqlik turadi. Akbarning ko'zidan taram yoshlar eqib tushdi. Akbar beklik jiddilashib ketdi. Zodi neymiş bo'lgandi? Akbar tez-tez xotirning batlarini o'radi. O'xshash pochirka, lekin tamamen o'xshamagan shaklda yozilgan parchalar turadi. Akbar batlarni tez-tez o'raydi. Lekin qizning hayoti to'g'riliq hech narsa yo'q edi. Cheksiz tegiyu xiyollar Akbarni qiynaydi. Qiz zodi ajrashib ketdimi? Kichik inisi bilan o'z hayotini qanday davomlashtirdi? Yana qanday qismatlar qizni kutib turdi? Akbar o'ylagan siri xiyollar qo'ynidan o'zini tortolmaydi. Qizni izlab topqisi, uning bilan bir rat ko'rishkisi, qizning keyingi hayotini o'z ig'izidan anglag'usi keladi. Akbar shu xiyollar bilan uyquga ketdi. Lekin yerim kechalar bilan yana uyg'onib ketdi. Bugun yakshanba bo'lg'ach, Akbar ishga bormaydi. Akbar o'zining bunday buruqtirma kayfiyatdan qutulish uchun nima qilishni bilolmadi. Tuyuqsiz telefon sayradi. Akbar telefonga qaradi. Telefon ekranida tunigin uzatib qo'ygan do'stining nomeri turadi. Akbar telefonni ulab ahvol so'ray deyishiga qarshi taraf salomni yog'diribdi. Voy adash, qanday ahvoling? Yaxshi turyotamsan? Tunigin bak xushal qilding chuma meni. O'zimni shundoq baxtli his qilib ketdim. Yaxshi, senmi yaxshimi adash? Unaq demagina odamni yot ko'rib. Do'st turib shunchalik ishni qilamasak, qandaqmi do'st atalamiz? O'g'o shu. Lekin rost bak xush bo'ldim. Vaqting yetsa o'tirsachmi? Ma yezdiriblegmi? Ma'qul jinim adash, bugun boraymi-ya? Chaqchaq qilmag'ana hey. Voy ras borma bugun. Qanchalik yiroq? Kechgacha ulgurib kep bo'la olamdim ya? Shu sal yiroq. Qatnash qolay emas. Hem bugun kelib, yana bugun kelsan setra. Bir ikki kun turg'udak bo'lib kelmamsa. Ma'qul. Undaqda muvofiq vaqt o'rinlashtirib boray-ya. Chataq yo'q. Yo'lga qarayman juma adash. Ma'qul. Do'sti bilan paranglashib, Akbarning ko'ngli xilli ko'tirib qoldi. Lekin uzunga bormadi.
Her qadam, her xiyolida Qadriyaning keyingi hayotini o'ylaydi. 5-qism. Bu bir hafta Akbarga xuddi bir yildek uzun bilinib ketdi. Hamisha bekor qilsala qizning xotirasini elib, qayta o'qib, eg'ir uxsinib qo'yatdi. Ba'zida ko'zlari namdilib qolatdi. O'zining tutgan qo'yg'inini bilolmay qolatdi. Tamoqdan chiqib qolgan edi. Anisi Akbarning bu holiga qarab, anisi bechorami eg'ir uxsinib qo'yatdi. Haftaning 6-si keldi. Akbar uydagilarga kalamni aram oldirib kelay deb do'sti Anqarning yoniga mandi. Mashina ba'zida to'pichang yo'llardan, ba'zida shig'irliq yo'llardan, eg'ir tog'lar, qaqasliqlar orasidan, yana ba'zida go'zal yeshil bog'lardan o'tib, alahazal 3-4 soat minib, oxirgi manzilga kelib to'xtadi. Akbarning chigish xiyollarini shopirning bom ovozida chaqirishi sagitib, xiyol qo'ynidan tortib chiqdi. Akbarni Anqar kutib turgan bo'lib, mashinadan tushigila Anqar qizg'in salomlar bilan qarshi oldi. Oy adash, xush keldingmi? Safar arduga toza yetgandi a? Menga yataqqa kirib birdam aram al. Ondan seni bu go'zal sahroning o'zgacha manzaralaridan qong'uchi huzurlantirib, toza bir ichingni qizitib, seni bu go'zal sahroga bir bog'lib olay. Bo'ldi adash, aram olmay. Hozirli birdam aylanayli-chu. Ko'nglim bir xil bo'lib qoldi adash. Voy ne bo'lsa, men degina? Yo'q, hech yo'q. Shu adash ko'p narsam akamadim degina. Bu ozroq bo'lsin ko'nglim zerikib qolgan deyasa adash. Bu chat yezdan tepilmay qolsa deb og'ash kelgandim. Deb cho'ng bir silyo xaltaga ichimlik, mevichiva degandek narsalarni akilib qo'ydi. Voy, nimaga avar bo'lib yuriydigansa jinim adash. Bekli avar bo'lib ketibsa-chimi? Bunaqa emas-ku. Ular shundoq paranglashib yotoqqa kirib qoldi. Akbar Anqarning dasturxon rastlashiga unamay, sirtlarni aylanib chiqqilmadi. Yo'llarda birlarining putining oyoqi yo'q, yana birlarining ishdan ko'ynaklari yo'q holatda churqirishib, har xil qiliqlarni chiqarishib o'ynayotgan sabiylarni ko'rib, bolalikni esladi. Ham ig'ir bir o'xsindi. Anqar Akbarning bir xil bo'lib qolganligini sezib, uningdan so'radi. Adash, sen kelgandan beri bir xil tuyulib o'tsa, ne bo'ldi sana? Hech yo'q adash, shu ozroq kayfiyatlar nachar. Kulib yuramanda. Ma'qul adash. Ular kechgacha go'zal sahra manzaralaridan qanvoch huzurlanib, gugum bo'lganda uyga qaytib ketdi. Akbar yo'lda ketib berib, tonish bir ko'langini ko'rgandek qildi. Bu iliq qiz Qadriya. Adash, kim u Qadriya degan? Xotirning egisi. Adash, teshikmi yo sen? Qaysi xotirning egisi? Gangir tipli qo'yding adash. Qolganini keyin deb beray adash. U qizni to'xtayli-chu. Qizib qolmagansa adash. Bu degan yeza. Qisqasi kishilarning kishilarga qiladigan muomala, pozitsiyasi butunlay o'xshamaydi. Bu cho'ng yo'l ustida qiz bilan paranglashsang, lekin adash, sodi nemish bo'lgan adash, menga degina. Lekin u qizning ismi Qadriya emas-ku deyman. Sen tunimsa adash bu qizni? Ha, bu qiz ba'zida bizning maktabga inisini yo'qlab keladi. Inisini? Amasa dal o'zi shu. Voy adash, sen qandoq bu? Akbar oldiga qaradi, ammo u qiz yo'q turadi. Uyi mush atrofda bo'lsa kerak deb o'yladi. Ham do'st Anqarning oldida azroq xijil bo'lib qoldi. Shunga ortiq gapmi qilmaydi. Anqar turib Akbarga savol nazarda qarab qo'yadi. Lekin o'ng'aysizlantirg'isi kelmadi bo'g'ay. Sukutlar ichida mengib yotoqqa kirib to'xtadi. Akbar yanala xiyollarga g'arq edi. Bu xil buruqtumliq kayfiyatdan Anqar bir xil bo'lib qolgan edi. Shunga bu holatni yo'qotish ham sohibxonlik burchini yaxshi ado qilish uchun Akbarni chaqirdi. Ay, Akbar. Akbarda inkas yo'q edi. U yotoqdagi kichik ustalda bir nuqtaga tikilganicha xiyol surayotdi. Anqar azroq tan arlash so'z qilib Akbarni xiyoldan tortmoqchi bo'ldi-da, Akbarning do'lisiga birni urib, "O, adash, xiyol surgidek bo'lib ekansan-da. Mening yanimga kelib, bir yillik xiyolni bir xil surib ketay debsan-da. Ma'qul adash, xiyol surib ol.
Men sening xiyol surishingga amra bo'lib, loyqonchoqdek turib beray, a? Bu kechir adash. Ay, ishqisi yo'q adash. Qani, ish bo's degina. Birlik dal qilamiz. Degina Qadriya degan kim o'zi? Sen uni qandoq tuniysa? Gangirabli qoldim-ku. Qandoq deyishimni bilamadim adash, lekin keyin siyoqidan qarsam, shu qiz shumikin deb qoldim. Voy adash, bahli benormal ya sen? Yo'q adash. Unaqa emas. U Qadriya degan shundoq mehribon, qaysar, irodli bir qiz. Voy bu beshiba oyog'i yo'q, oyog'iba beshi yo'q gaplarni qilib yuriysan u hamda. Sendan o'tinay jinim adash, bir uchuq gap qila. Ma'qul adash. Degenicha qizning xotiradagi ham qalbidagi obrazlarni qisqacha ixcham qilib deb berdi. Adash, qarg'anda u qizni yaxshi ko'rib qolganda qilasan-ku. Bu nim degining adash? Akbar kesibla yo'q deyolmadi. Chunki o'zini cho'ng tutqisi kelmaydi. Adash, menga bir yordam qilib, u qizni surishti qilib bersang, sendan bakmi minnatdor bo'lgan bo'lardim. Chataq yo'q adash. Shu ishingga yordam qilmasam, sat tura. Ata. Yo'q adash, hozirla. Atiga saqlab bo'lamayman men. Voy adash, romanlarda o'qigan oshiqlikni sendan ko'rdimchi-mo men. Ha, ma'qul. Men hozir chiqib kiray. Tezroq kirasa adash. Ma'qul, jinim adash, ma'qul. Debla sirtqa mangdi. Chigish xiyol orasida o'ltirgan Akbar bir vaqtdan keyin eshik ochilib Anqar kirdi. Akbar zo'r umid ishonchi bilan Anqarga qaradi. Akbar Anqarning ko'ziga tikilib qaradi. Adash, aytqina, u Qadriya shumka. Adash, xo'shnisidan uni surishti qildim. Xo'shnisining deyishicha, u qiz bu yerga ko'chman bo'lib kelibdi. Ismi Roziya ekan. Bir inisi ham bir singlisi bor deydi. Qarg'anda sen izlagan qiz emas o'xshaydi. Sen degan qizning singlisi yo'q, bir inisi bor deganda qilatdan-ku. Akbarning beshi lassida tushib ketdi. Zo'r qilgan umidlari birdamda yo'q chiqdi. Akbar ikkilisi yotoqda unsiz o'tirishatdi. Anqar Akbarga yordam qila olmaganidan xijil bo'ldi bo'g'ay. U beshini tuvan silib o'tirdi. Akbar bo'lsa karvatda osmonga qarag'anicha xiyolga cho'kib uyquga ketdi. Akbar atsi atdiganda uyga minishga temshaldi. Anqar bir xil xijillikda Akbarni yo'lga soldi. Akbar yo'l bo'yimi xiyollar qo'ynidan o'zini tortolmay keldi. Bekatga kelganini sezmay qoldi. Oy ukam, oxirgi bekatga keldik. Deyishi bilan o'ziga kelib tez qadam bilan mashinadan tushdi. Kundi shundoq g'amkin yuradi. Uning bu holidan hamma hayron edi. Kunlar bir-birini qo'g'lab o'tayverdi. Lekin Akbarning qizini ko'rish istagi hech bir yo'qolmay yotadi. Bugun do'sti Anqarning keladiganligini bilgachga, uni bekat oldida saqlab turadi. Arqaga qara degandek tuyg'u bilan arqaga qaradi. To'limu tunish sima ko'rindi. Bakrak qaray deb turadi. U tunish sima yeziga qatnaydigan kichik mashinaga chiqdi. Mashinaga chiqishla mashina bekatdan ayrildi. Akbar tez yugurib bekatga kirdi. Lekin mashinaga yetisholmadi. Faqat yiliqi tunish sima chiqqan mashinaning qaysi yeziga qatnaydiganligini bilib oldi. Akbar o'ziga hayron qilyotdi. Menga zodi nima ish bo'lgandi? Nagili borsam shu qizning simosi. Ajiba. Akbar yanına xiyolini tezdan qiz chiqqan mashinaga yo'tkidi. Ay, to'limi tunish yezi bu. Taras. To'g'ri. Anqarning xizmat qilayotgan yezisi. Akbar bilet elib qizning orqasidan berish uchun bilet elish o'rniga kirdi. Dal shu chaqda telefon sayridi. Telefon qilgan Anqar edi. Akbar telefonni ulishiga Anqar so'zlab: "O, adash, oldinga chiqaman deb xo'shal qilib atgan eding. Eg'izim qulug'imga yetay deb kelgandim. Qarangmi ko'rinmaydi-ku. Voy, men bu adash, bekat ichida. Qiynasan, hozirla chiqay. Voy rasma adash,
mush yeringni deyman-da, lekin. Qani sen? Ular shundoq telefon paranglashib, bir-birini ko'rgandan keyin telefonni uzishib, uzun yil ko'rishmagan qarindoshlardek quchoqlashib ko'rishib bekatdan ayrildi. Ular qizg'in paranglashib Anqarning uyiga keldi. Anqar Akbarga qarab, Adash, bir taklifim bor-di, deymi demaymi? Dadash, jon deb qabul qilma. Qara, senmi ko'rding? Men xizmat qilayotgan yeza Behchatdigina. Oliy maktab o'qib kelganlar faqat u yen tanlamaydi-ku. Shu yezliq doktorxonadami saviyalik doktorlar sanoqliqlar. Men o'ylayman adash, agar sen shu yeziga borsang, rolingni texmi joriy qildirib, tajriba to'play olayding. Rost deysan adash, menmi xohlayman. Unda bo'lsa iltimos yezib boqqana adash. Munosabatli o'rinlar tasdiqlab qolsa ajab emas. Eng muhimi shu cho'nglarning roziligi jumu adash. Adash, xotirjam bo'l. Men bu to'g'riliq paranglashib bo'lgan cho'nglar bilan. Unda bo'lsa yaxshi bo'pti-ku. Amsa sen munosabatli o'rinlarga iltimos yezib boqqan, tasdiqlab qolsa ajab emas. Lekin boshda yana bir qadam cho'nglarning maslahatini ol. Ma'qul adash. 6 qism. ular shundoq paranglashib kech bo'lganida Akbar uyiga qaytdi. Akbarning onasi tomoqni tayyor qilib turardi. Akbarning kirganini ko'rib, "Voy jinim balam, keldingmi? Hajabmi sig'indirding-ku meni? At degandan beri yo'lingga qarab, ko'zimmi teshilay dedi. Tushdimi kelmading? Telefonnimi olmading? Yo telefon qilmading? Tomoq yedingmi?" Akbar onasining o'ziga qilgan muomalasidan ko'zlariga issiqqina yosh elib, onasini yengilgina quchoqlab, Kechiring ona. Anqar ketdikan. Shuning oldiga chiqqan. Uning bilan paranglashib, kunning kech bo'lganini ham sizga telefon qilishni unutib qoptiman. Yo'q bo'ldi balam. Boya sal jiddilashib qoptiman. Senmi cho'ng bo'lding emasmi? Tomoq tayyor edi, o'ltirib tur. Men tomoq olib chiqay. Dadamchi ona. Dadingiz shu ajingiz telefon qilibdi-ki, balga qarab bering deb. Shu kapsiz navrimizni akalgili ketdi. Kelay dedi. Undaq bo'lsa dadam kelganda biroq yeyli. Hozir birdan paranglashayli ona. Bo'lamdi. Ma'qul balam, nemishdi? Ana, oldingi qitim sizga aytgan edim-ku, chet yezlarga chiqib, shu mehribonlarni kasal azobidan bir ozroq qutuldirsam, o'zimning kasbiga 100 kilolikdek natijalarga erishsin deb. Bu yezg'i baray demaydigan siz balam. Qandaq? Ana, berishimga qarshi turmassiz, a? Yo'q, lekin Atigandan beri Anqar bilan paranglashdim. Anqar tushgan yezning ahvoli bek nachar ekan. U yerdagi kishilar og'rib qolsa, shaharga kiramagashga kasal azobi tortishdan boshqa iloj yo'q ekan. Yezliq doktorxonada bo'lsa, ixtisosli doktorlar yo'q deyarlik ekan. Chunki yoshlar hozir undaq yalarni xolamaydi ekan. Agar siz va dadam qo'shilsa, men bir berib boqaymiki? Akbar onasiga qaradi. Onasi unsiz yosh to'kiyotdi. Yig'lamang ona. Bo'ldi bormay. Bu faqat mening xiyolim. Anqarning fikri. Sizni yig'iladigan ishni qilmayman. Yo'q bolam, sen borg'in. Men sendan faxrlanaman. Seni qo'llayman bolam. Faqat mendek bir g'irib onangni unutmay yo'qlab tursanglar. Men shuningdan rozi bolam. Hem sening mushundoq yaxshi ishlarni o'ylaganingdan xushal bo'ldim jinim bolam. Rahmat jinim ona. Sizning qo'lishingizga erishdim. Cho'qim kasbimga, o'zimga ham siz va dadamga 100 kiloligidek utib qaznaman. Dadamga qanday deyishni bilmadim. Siz de baqsangiz. Xotirjam bo'ling bolam. Dadingiz ham sizni qo'llaydi. Rahmat jinim ona. Ha rost bolam. Qachonlarda menga dekansiz? Bilmayman ana. İltimos yezib baqay avval. Tasdiqlansa, ondan keyin boraman. Ular shundoq undan bundan paranglashib o'tirdi. Uninggacha dadasi mu keldi. Dasturxon selinib, hammasi birga g'izalangandan keyin birdam
u yoqdan bu yoqdan paranglashib, kapsiz taychoqni hammasi tang erkilishib baqdi. Keyin Akbar yotoq uyga kirib ketdi. Yotoq uyga kirishigila yana kallasiga mehribon qiz Qadriya keldi. Akbar qizni xiyol qilgan beti uyquga ketdi. Yerim kechi bo'lganda cho'chib uyg'onib o'z-o'ziga. Tush deganmi shundoq bo'lamdi. Xuddi o'ngimdagideklar dedi. Lekin qanday tush ko'rgani bizga noma'lum edi. Shu uyg'ong'inicha qayta uxlamadi. Akbar yerim kechida uyg'ongandan tortib, yiliqi xotirni o'qig'ach, qizning suratiga qarab tongni atqizdi. U Men unaga oshiq bo'lib qoldimmi? Undaq emas. Men oshiq emas. deydi. U yana Oshiq bo'lsam nima bo'pti? U oshiq bo'lishga arzigulik qiz tursa. Diyerlarni deydi. Shu xayollari bilan kechini tongga uladi. Saharda u nashta qilmasdan uydagilar bilan xo'shlashib, Ana, men sizga tunugin degan ishni hal qilib olay degan. Shunga deb mangdi. Ma'qul bolam, o'ngishliq bo'lsin, dedi Akbarning onasi. Akbar chiqib ketishiga dadasi hayronlikda, Anisi, o'g'limiz bir nimalarni deydi-ku. Qaysi ishni hal qilmoqchi ekan? shu o'g'limiz tövanga tushib tajriba toplasam deganti. Men qo'shilgan. O'zlariga mening deb rozilik olib berishimni deganti. Unutib qoptiman. Oy, bu tuyuqsiz tövanga tushirgan bo'lib qopdi-ku. Shu men aniq bilmadim. Lekin o'g'limning gap so'zlariga qarab, uningdan faxrlanib qoldim. Sizlarmi qo'shilsizlar dadisi. Ko'ngli xohlaganini qilsin. Yelimi o'g'limiz o'zi bilan tangtishlarga qaraganda har jihatdan bizni bek rozi qilyotidi emasmi? Fikrga hurmat qilaylik. Ha, bo'pti. Xohlagancha bo'lsin. O'zi yoqtirdiganli ish bo'lsa. Rahmat sizga dadisi. Akbarga telefon qilib, uni xotirjam qilay. Ko'ngli dakki dukidi bo'lib qolmasin. Voy, oldiramga ayol dasili. Kashti desangmi, kechikmaysiz emasmi? Yo'q, dadisi hozirday o'g'limizni bir xush qilib yetay deb deginicha qo'liga telefonni elib Akbarga telefon qildi. Telefon ulinishiga onasi so'z qildi. Ha, bolam, xotirjam yo'lni mingayver. Dadang ham qo'shildi. Rasma ana, rahmat sizlarga. Ular shunda qizg'in paranglashib xo'shlashdi. Dadasining qarori Akbardan bekarak onasini xushal qilgandek qiladi. Kunlar o'tmoqda edi. O'xshash ritmda. Akbar munosabatlik o'rinlarga iltimos yozg'iniga xiyli bo'lsa-mu, hech bir xabar kelmaydi. Bir xil buruqtirmichilik ichidan chiqayotgan bir xil siyg'inish Akbarni qiynaydi. Bir xil buruqtirmichilik ichidan chiqayotgan bir xil siyg'inish Akbarni qiynaydi. Xizmatda tazimo astoydil bo'lolmaydi. Bugun tush Akbar salpib ishxonasida o'ltiradi. Doktorxona boshlig'i kelib Akbarning dolsiga yenikini birini urib, Yaraysan bolam. Sendek yoshlarimizning ko'plab chiqishini umid qilaman. debla chiqib ketdi. Akbar nim bo'lganini bilmay qoldi. Boshliq Akbarga, Kashta yig'imba. Bu uqtirishni choplab o'tam. deb Akbarning yenidagi xizmatdoshiga berib chiqib ketdi. Nimaga tuyuqsiz haftaning oxiri yig'in ochadigina? Deyishdi ikkisi bir-biriga qarab. Kechki yig'inda Akbarning alohida tilga elib taqdirladi. Akbarda xizmatdoshlarning ko'plab chiqishini umid qilamiz. Degandek tabrik so'zlari bilan tasdiqlangan yo'tkilish uqtirishini Akbarning qo'liga berdi. Akbar to'liq xushal bo'lib, kechki xizmatdoshlariga bir vaqtliq so'rin to'zdi. Akbar 1-2 kun ba'zi rasmiyatlarni to'liqlab mingish tayyorligini qildi. Oxiri 4 ko'z bilan kutgan yezi doktorxonasi bilan xayolidagi oshiqi Qadriyani ko'rish orzusi reallik yaqinlashgandek qiladi. Mingish oldida onasining yig'lab turib tilagan oq tilaklarini anglab ko'zlaridan yoshlar sirg'iydi. Akbar chiqqan mashina bekatdan qo'zg'aldi.
egiz rat binalarni, asfalt yo'llarni, egiz rat binalarni, asfalt yo'llarni tashlab, tog'lar orasiga kirib, chang to'zonlarni tuzitib ketyotdi. Akbar turib kayniga qaraydi. Chunki u mehribon onasiga, kuyimchan dadasiga ham nurg'un azizlarga qiymaydi. Lekin chang to'zondan boshqa hayvatlik egiz past tog'dan boshqa hech nima ko'rinmaydi. Xuddi Akbarni amdi shahar qarshi olmaydigandekla. Akbarning qalbida nurg'un xayollar agaydi. Bir turib o'zini ota-onasiga yuz kelolmaydigandek his qiladi. Lekin turibla men ularning roziligini aytmadim-ku. O'z orzuyim uchun mangdim-ku, deb o'z-o'ziga tasalli beradi. Voy adash, deb do'lisiga yengilgina tekkan urilishdan cho'chib ketdi. Asli u Anqar edi. Akbarning keldig'ini bilgachga bekatda uni saqlab turadi. oxir kelding adishim. Endi menmi yolg'izlik dar tatmaydigan bo'ldim-da. Voy, bu kep bo'ptiman-ku. Shu, kelding adash. Seni qachon keldikin deb qara, ko'zim o'tib bo'ldi. Qani ushtaqing, mashinadan tushaylik. Voy, biz texi mashinadami? Yo'q adishim, mashinada emas, aeroplanda sen. Ular ko'rishibla, chaqchaqlashib, birlikda yangi oilasiga qadam oldi. Yo'l bo'yi ular har tema, har taraflamada paranglashadi. Ular yotoqqa kelib to'xtadi. Adash, bu yotoq sening xizmat o'rning sal yiroq, lekin hech qisi yo'q. Men o'qishib bo'ldim. Mushkanitiki Mardanjon degan shoför seni opirib aklishni o'zi talab qildi. Asli bugun bilib chiqmoqchi edi. Opis og'rib qopti-ki, shu yotoq oldirg'il ketdi. Shunga xotirjam bo'l adash. Bu bunda qilsak yaxshi bo'lmaydi, haq deyishili. Oyo, adash, yomon jiqqa qilgan bo'lib qopsina sen. Men bu yerda pochchi tusangchu. Eras, tamoqlar tayyorlanib bo'lgandi, tamoq chiqamdiq. Voy adash, sen bu nim bo'ldi adishim? yomon bir xil bo'lib qopsana adash. Adash, yez turmushi yolg'izlik meni shunda qilib qo'ydi. Tuzasa meni? Voy, tuzmay qanday qiladim adash. Yo'q adash, sen meni yetaklasang bo'g'dakchimi? Rasmi shu gaping? Ras adash, ras. Shu gaping ras bo'lsa, menga? Nega adash? Voy, Akbar adash, basang bilsa. Ma'qul. Ular to'xtamay paranglashadi, kulishadi. Akbar mu Anqar bilan tamoqqa mangdi. Akbar Anqarning kaynidan mang'ash so'radi. Adash, nega bormiz? Yo, adash, bak ko'p so'rding. Dedim-ku, tamoq yegili deb. Uni bildim adash. Lekin bu yaqin atrofda hech bir oshxona ko'rmadim-ku men. Oshxona tayyor adash, lekin shahardagidek hashamat oshxonalar yo'q. Lekin tamoqlari shaharning oshxonalarining tamoqini besib tushdi. Uningga cheksiz ishonaman adash. Voy texi, cheksiz ishonman da adash. Shu adash. Gapga yomon usti bo'lib ketsan-ku. Ular shundoq chaqchaqlashib mengib, birdamdala bir uyning oldiga kelib qoldi. Anqar Akbarni yengilgina tortib, Keldik adash. Qani oshxona. Voy jinim adishim. Avval bir kirgina, oshxonadan boshqa tamoq yemamding-ya. Akbar haqiqatan o'zining sal ortiq so'zlab qolganini bayqadi. Ham chandurmayla. Voy yo'q adash. Faqat shu Anqar ostag'ini ishni chekdi. Ho'yli ichidan "Kim o?" degan to'liq chiroyliq, jarangliq zil bir ovoz anglandi. Men Anqar. "Voy, mana. Ha, mana. Debla eshik ochildi. 40 yoshlar chamisidagi bug'doy o'ng. Belgi tushirgan sochlarini yarashtirib o'rib, beshiga kiyib olgan gilam do'ppisi uning boshqachalar latofatli ko'rsatdi. "Ha, ukam, xo'sh kelibsiz. Sizni qachon keladigan deb saqlab, ko'zlarimiz to'rt bo'lib ketdi." "Ha, bu iliq ukam shu-kenda. Qani, uyga kiring, tortinmang. Bizni o'z qarindoshlaringizdek ko'ring." deb Akbarning uyiga boshladi. Akbar bilan Anqar hovliga kirdi. Hovli ichi shundoq oddiy bo'lib, kirishiga ko'zga chiliqadigan yerda tizilgan gullar,
üzüm barangları astida qo'yilgan karvat ustidagi ustal, ustiga tizilgan meva-chevalar odamga bir xil illiq tuyg'u beradi. Akbarning ko'ngli ilib ketdi. "Qani ukam, yuqori o'ting." Soyibxon ayolning so'zi Akbarni go'zal his tuyg'u qo'ynidan tartib chiqardi. Akbar bir xil xushal edi. Chunki bularning uni buncha xushchiroylik bilan kutib olishini xiyoliga keltirmagan edi. Voy rahmat, bak koyib ketibsiz acha. Siz so'rga o'ting, ha? Hoy, ma balaning soddirligini ko'rmamdigan. Soyibxon qandoq bo'lib to'rga o'tidi? Siz bizga mehmon ukam. Xijil bo'lmay to'rga o'tayvering. He şu adaş, öte. Bugün bir gün törünü berey. Keyin talassan bermeymen cuma. Deb chaqchaq aralashtirib Akbarni to'rga chiqardi. Dasturxon tortildi. Ular g'izolangach har tarafdan paranglashdi. Akbarmu tezla bularga ichakishib ketdi. Alahazal yarim soatlardan keyin mushu uyning kapsizlari maktabdan qaytgan bo'lsa kerak. Ularda hech xijil bo'lish yo'q edi. Yozolmalikmi yo'q edi. Nima degan sap hissiyot, pak mehr bu. Asli muhabbatning yildizi go'zal sahrolardagi oq ko'ngil mehribon kishilarda ishkan emasmi? Endi kim mehr muhabbat yo'q desa, go'zal sahroga chiqib baq. Shu sodda kishilarda g'arazsiz mehrlar bor deb o'zining tanishining haqiqatan to'g'ri bo'lganligini his qilib, o'zidan ham qadinas og'inisi anqardan so'yildi.